never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. На ринг красный угол приглашается ringga Shohjahon Ergashev ko'tariladi. Beshariq O'zbekiston Shohjahon Ergashev do'stlar. Derecede muxlislar ko'pki, интересный сюрприз от наших друзей, людей, которые поддерживают спорт. Ajr kompaniyasi nomidan asosiy jang g'olibiga 50 million so'm. Официальное представление боксеров. И первый боксер синий угол. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 26 years old. He stands 167 centimeters tall. Official weight 63 kilos. Yoshi 26da, bo'yi 167 cm, vazni 63 kg. Он представляет representing Jai Bolasi Boxing India Haryana. Here is Singh Gurpat. Его соперник hamyurtimizning yoshi 31da, 174 cm, oxirgi 63 kg.
Ему 31, рост 174 сантиметра, вес 63 килограмма ровно. Он является одним из лучших боксеров Узбекистана. Чемпион WBA International. Prof Record 27 jang, 25 g'alaba. Представляющий O'zbekiston Qo'qon Rabqon. Потомок Тимурлана Shohjahon Ergashev. Shohjahon Ergashev. Gurpreet Singh. No low, no elbow. Take hand, good like. Nigohi bilan raqiblarni jangdan avval mag'lub etishga harakat qiladi. Shohjahon Ergashev. Jang boshlandi. Kutmaydi hech qachon. Mana shu bosim va bosim. Uning asosiy harakati, ikkilik zarbalari tinimsiz. Singh biroz chap berib hozir qarshi hujum amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin Shohjahon to'xtash odati yo'q. Ketdi. Mana shunday shiddat bilan, shasht bilan, tezkor zarbalari bilan Singh chap beryapti, qochyapti hozircha ringda. Endi poylayapti Ergashev. Chag'itdik bor. Chalg'imadi raqibi. Chalg'imadi. 11 ta g'alaba bejizga emas, ko'ryapmiz Singhda. Tuta olmayapti. Poylayapti. Chap qo'lida masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Hindistonlik bokschi qo'llar to'qnashib ketdi hozir. Bir vaqtning o'zida har ikkisi zarba yo'llagan edi. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Yo'q, knockdown emas deb topyapti. Vaholanki o'ng qo'l ilib olgan edi Ergashev. Aksariyat muxlislar tik turgan holda tomosha qilishyapti mana shu jangni. Yana o'ng qo'l zarba. Endi yo'lni qidiryapti, endi axtaryapti qanday raqibini mag'lubiyatga uchratishni. Ergashev o'ng qo'l Singhdan, ammo qo'l jarohatlandi mana shu o'ng qo'l zarbasini yo'llash chog'ida. Knockdown. O'ng qo'l krossini yo'llayotgan bir vaziyatda o'ziga xos uslubi Ergashev. Chap qo'l jigariga zarba yo'llagan ekan. Mana shuni ko'rmay qoldik. Biroz teskari holatda turgan edi. Albatta takror lavha bizga buni namoyish etib beradi, chunki jigarini ushlab turibdi. Singh jigarini ushlab turibdi hozir og'riq bilan. Og'riqda u. O'sha vaziyatni. Aniq zarba ekan. Jigariga to'ppa-to'g'ri yana bir bor kuzatishingiz mumkin. Ushlab oldi. Men qo'liga nimadir qildimikan debman, chunki ko'rganim yo'q zarbani, ammo ko'ryapmizki, takroriy lavhada chap qo'l yon tarafdan o'zining qirollik zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi Shohjahon. Ajr kompaniyasi nomidan 50 million tayyor. Осталось объявить победителя. И в главном бою вечера топ-7 Fighters Promotion зафиксирован KO, нокаут, победу одержал O'zbekiston Qo'qon Rabqon Shohjahon Ergashev, потомок Тимурлана.